kadar türümü. Archalar qaranglar. Biz chiroyli ekanmi? Yashil zonalari. Bu yulduzlar kechqurun yonadi shekilli. Bu archani yoqdi menga. Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsizlar. Hammanglar qalasizlar, sog'lig'inglar yaxshimi? Bugun biz Xonobodga keldik, sanatoriyaga. Buni opasi va jiyanlari sanatoriyada dam olishayotgan edi. Ular ko'rgani keldik va ko'chalarni aylandik. Juda ham chiroyli gullari bor ekan. Daraxtlari, yashil zonalari menga juda ham yoqdi va yonida dam oladigan, o'ynaydigan joylari bor ekan. Birinchi marta kelishim bu yerga. Va tepadan uylar shunaqa chiroyli ko'rinar ekan. Haqiqiy ko'rsanglar boshqacha chiroyli. Bu ekranda yana ham uncha bilinmar ekan. Shunday qilib aylanib, o'ynab keldik. Toza havo. Va shu yerdan cho'michi bor ekan, anaqa simda yuradigan. Shunaqa cho'michiga chiqdik. Hech ham chiqmaganman cho'michiga ham. Buni qaranglar, uylar chiroyliligini. Mana men aytgan cho'michi, shunga chiqib tepadan tomosha qildik. Shu daraxtlar archalar ekan. Menimcha o'rmon bo'lsa kerak, kichkinagina o'rmonchami. Archalari bor ekan. Shu dam olib yotgan sanatoriyadagi odamlar ertalab salqinda toza havoga chiqishar ekan aylanishga. Bu esa boshqa kuni qo'shnimiz to'shaklarimga paxta solib qovib bering degan edi. Xo'p deb olib qoldim. Baribir bekor ham o'tiraman. Endi sizlar bilan keyingi videoda paxtalar solamiz.